Har yili qishda mehmonga kelgan qarindoshlarimiz shu ikra retseptimni zakazga qilishimni so'rashadi. Onajonim 35 yillik ikra retseptlarini nafaqat qarindoshlarimga, balki butun O'zbekistonga ko'rsatishga qaror qildim. Videoda ko'rsatilgan barcha sabzavotlarni yaxshilab yuvib olamiz, pomidorlarni chopper qilib olamiz, baqlajonlarni po'stidan tozalab, mayda kubik qilib to'g'rab olamiz. Hamma mahsulotlarni to'g'rab tayyorlab olamiz. O'choqqa o'tin qilib, yog' quyamiz. Hamma sabzavotlarni birin-ketinlikda alohida qovurib olamiz. Bu ikraning eng mazali jihati mana shu hamma narsa alohida qovurilishida. Juda ham ko'p qovurish shart emas, bitta-ikkita aylantirib, chovlida suzib olamiz. Oxirida piyozni solamiz, yaxshilab qovurib, tilla rangga kirganda tuz va chesnokni solamiz, yaxshilab aralashtirib, chopper qilib olingan pomidorlarni solamiz. Pomidor suvlarini terguncha biroz qaynatib qo'yamiz. Orada bolalarning futbolkasidagi dezodorantdan qolgan shunaqa sarg'ayib qolgan dog'larni Bavi super очистительga bo'ktirib qo'yamiz. Ko'pirib reaksiyaga kiradi. Reaksiya tugagach, kirmochlarni обычный rejimida yuvib olamiz. Natijasi doimgidek wow! Endi retseptga qaytamiz. Suvini terib olgan pomidorlar ustiga bulg'or qalampirlarni solamiz, baqlajon, sabzilarni solamiz, yaxshilab aralashtirib, yarim soat qaynatamiz. Sterilizatsiya qilingan banочкаlarga joylashtirib, qopqog'ini yopib, qishga olib qo'yamiz. Qolgan qismini esa oila davrasida mazza qilib, issiq nonlar bilan yeyish uchun olib qo'yamiz. Ana endi sizda eng ishonchli ikra retsepti bor. Albatta tayyorlab ko'ring.